Assalomu alaykum, Milliy Katollar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Ko'rib turganlaringiz, mana bugun biz Yazgamon tumani Suvliariq mahalla fuqarolar yig'iniga yetib kelganmiz. Navbatdagi isitish tizimi qishga issiq bo'lish uchun xonadonlarda shu yangi qurib bitkizilgan xonadonlarda isitish tizimini qilib beryapmiz. Video boshidan sizlarga aytib o'tib ketaman. Muhammad Ali, videoni ko'rayotganlar nima qilsin? Videomizga mana shu bolachani qo'llab-quvvatlab bir dona like bosib qo'yamiz. Xudo xolasa xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Xonadonimizga jami 10 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan uстановка qilib berganmiz. Xonadonimizga xuddi shunaqa panel radiatorlardan 10 dona uстановка qilib berganmiz. Sistemamiz samotok sistema hisoblanadi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Suvni o'zini moyilligi oqqan tomoniga yuradi degan fikrlar berishda kommentariyada xuddi shunaqa bo'ladi. Muhammad Ali nima qilsin? Videoni kuzatayotganlar bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmaymiz. Mana shu bolachaga. Ana ko'rib turgani eng katta ustamiz o'sha ashi bola o'zi. Mana shu ishlarda ashi bolaning proyekti bilan juda ham chiroyli qilib bitirib beryapmiz. Ko'rib turganlaringiz aboy bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, umuman qizig'i yo'q. Mana shu bola kelajagimiz, xudo xolasa mana yurib chertojini chizib berdi. Ashi bolaning chertoji bilan sistemani bitirdik. Mana keyingi xonasini ham ko'rsatamiz. Narxonalarni ko'rsatamiz. Mana shu ko'rib turganlaringiz radiatorlar juda ham chiroyli, sifatli qilib, talabga javob beradigan qilib, GOS standartlariga ko'ra uстановка qilib berganmiz. Kat yo'limiz xonadonda mana shu orqa tarafiga o'rnatildi. Xonadonimiz orqa tarafiga 15 kilovatli nijniy garina pastdan yonuvchi ko'mirli kat yo'limizni uстановка qilganmiz. Ko'rib turganlaringiz kat yo'limiz utuplenniy. Xonadon egalari xuddi shu yerga bitta oddiy naves qilib olinsa bo'ldi. Navesda turadigan sharoitdagi kat yo'limiz. Agar kat yo'l xonalar ham bo'lsa, oddiy shunaqa germetishni qilib o'ralgan katalxonalar bo'lsa, bezab shipkasini qo'yishlar ham bo'laveradi. Bezab shipka katalimiz narxi 8 million 300 ming so'm. O'sha utuplit qilinishiga 1 million xarajat qo'shiladi. Bu katalimiz nijniy garina pastdan yonuvchi ko'mirli katalimiz. Aytib o'tganimdek, mana shu pastiga o'tinni yoqasiz, cho'g' olgandan keyin ustiga ko'mir tashlab qo'yasiz, to'ldirib qo'yasiz. Misol plus minusi bo'ladi. Verniy garina bilan nijniy garinani bir qator sizlarga tushuntirib o'taman. Nijniy garina kat yo'limiz mana shu pastdan yoqib turib, ustiga ko'mir tashlab qo'yasiz. Bu kat yo'lni o'chirmasdan ustiga ko'mir tashlab turaverasiz. Zapravka qilishni kutmaysiz. Verniy garinalarda bilsangiz, misol tagida yonib bo'lgandan keyin tagida cho'g'ini olib turib, ko'mir tashlab, tepasidan boshqatdan o'tdiylashtirib qo'yish kerak. Bu nijniy garinada u hol bo'lmaydi. Ustiga bosib tashlab turilaveradi. Qo'ldan kelgancha qaysi payt bo'lsa. Xo'p, kat yo'limiz bu ham to'rala eshikdan iborat. To'ra eshikdan ligrovka bo'ladi. Bu eshikka ko'mir solish uchun, bu eshikka teplameniylar tozalash uchun. Teplameniylar tozalangandan keyin bundan tushgan qurumni xuddi shu eshikchasi orqali ochib tashlaysiz. Bu eshikcha orqali kulini achiska qilib tozalab borsangiz bo'ladi. Hamda o'zini pagroshni termostati bor, aqlli rejimda ishlaydi. Necha gradusga qo'ysangiz, o'sha gradusda o'chib yonadi. Bu sistemamizdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Hamda 85 vatli original ventilyatori bor. Suvni to'kib yangilagani silivni kranlari bor. Hamda kat yo'limiz yonmay qolsa, xuddi shu rechay orqali bitta ishga borasiz. Pechkani tagida kulini tushirib, cho'g'ini ochib yuborganda, asha holat ruchkasi shunga ishlab beradi. Sistemamiz samotok sistema qilib berganmiz. Hamda bitta qo'shimcha 32 ga 6 sirkulyatsiya nasos ham qo'yib qo'yilgan. Suvni tezlashtirish uchun. Mabodo misol samotok sistemada o'z aslida 70-80 gradusda sistemada suv aylanadi. Bahor, kuz oylarida 70-80 gradus uyni o'ta ham qizdirib tashlaydi. O'sha holatda cherak sirkulyatsiya nasos orqali ishlatsangiz 45-50 gradusni qo'ysiz, ko'mir rasodingiz ekonomroq bo'ladi. Svet o'chib qoldi, siz hududingizda 2 sutka svet bo'lmaydi, yo 1 sutka bo'lmaydi. O'sha holatda kat yo'limiz yoqib turib, tagida eshikchasini ochib qo'yasiz. Qiya qilib ochib turib, xuddi shu kranni bypassni tekis qilib qo'ysangiz, sistemada qaynamasdan juda ham sifatli bo'lib xonadonlarni ishlab berib turaveradi. Kim xonadoniga shunaqa sifatli santexnik zararlasa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz, borib xonadoningizning proyektini o'rganib, sakalarimizni chizmasini chizib, sizni xonadoningizga qancha summa ketadi, qanaqa kat yo'l tushadi, hammasini hisob-kitob qilib xonadoningizga shunaqa ishlarni qilib beramiz. Bizning yo'nalish faqat gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llar o'rnatish hamda santexnik ustakalarimiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga kat yo'llar topganmiz bepul. Xonadonimizga общий isitish tizimiga ketgan sarf-xarajatlar 32 million so'm atrofida ketdi. 32 millionga isitish tizimi bitdi. 10 dona radiator, har xil razmerdagi hamda 1 dona kat yo'l 9 million 300 video boshida aytgan ortgan mahsulotlarni o'zimiz tomonidan qaytarib ketamiz. Hammasini o'zimiz tomonidan olib kelib, turba ortadimi, izolyatsiya ortadimi, qanaqa fiting, qanaqa zapchas ortishidan qat'iy nazar o'zimiz tomonidan yana vaziyat qilib qayta olib ketiladi. Xonadoningizga o'rnatilgan narsaga haq to'laysiz. Oshig'i ortib ketadi. Xonadonga panel radiatorlarimizni 10 donasini, bir donasini narxi 500 ming so'mdan uстановка qilindi. Kat yo'limizni montaj ichida bo'lganligi uchun 600 ming so'mga uстановка qilib berdik.
Xo'p, kat yo'limiz mana 9 million 300 ming so'm o'zini narxi. Shu mana shu yerga o'rnashi mana xarajatlar bilan 600 ming so'mga ustanovka qilindi. Bir dona tochka 500 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Kat yo'lni 600 ming so'mga ustanovka qilib berdik. Sizga ham xonadoningizda shunaqa sifatli santexnik ishlar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqsangiz, juda ham chiroyli qilib ishlarni tez va sifatli, garantiyali qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Bizning yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llar o'rnatish. Yana aytib o'taman, 12 ta viloyatga ko'mirli kat yo'llar dastavkasi bor bizda. Videomizda kamchiliklar va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videoga bitta like bosib, shu videoni shunaqa ko'mirli kat yo'l va shunaqa sifatli santexnik ishlar qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga tez yuborib qo'yamiz.